alaykum, Vodiy oshxonasi mijozlari. Bizning mijozlarimiz Vodiyda oshdan boshqa yana qanaqa ovqatlar bor deb so'rashyapti menyuda. Akalar bundan bag'iga har kuni Xudo xolasa bitta ovqatlarimizni obzor qilib videoga olib chiqaramiz sizlarga. Xudo xolasa akalar, bugun menyumizda tushunkamiz obzori akalar. Bu menyumizda bor bir porsiyasi 50 ming so'm akalar. Bu yengilroq variant akalar. Bu yo'q edi. Endi bugundan qo'shib qo'ydik Xudo xolasa menyuga akalar. Buni bir porsiyasi 70 ming so'm akalar. Bu ozgina to'ymayapman, menga dobriyroq deganlar uchun Xudo xolasa mana akalar. Bitta ko'rib qo'yinglar, free piyozlar bilan cho'tka qilib beramiz akalar. Buni bemalol to'yasiz akalar. Go'shtlari mesniy go'shtga 100% mushuklarga bo'ladi akalar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilimiz Vodiy oshxonasi. Pastga raqamlarni yozib qo'yamiz. Telefon qilsalaring, dastavka ham qilib beraveramiz akalar. Bundan boshqa ovqatlarimizni keyingi videolarda qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.